Assalomualaykum hurmatli obunachilar. Navoiy Nurotadagi konvertli obyektimiz pastki holati mana. Pastda ustagalarimiz tayyor qilib, kranni bitta ko'tarib qo'yishib qo'yadi. Bo'ylagan jarayonlarni ham qo'yib boramiz. Konvertli tomimiz ikkinchi etajga o'rnadi. Konteyner tom bo'lmaydi, ko'tarmaydi degan. Mana piltalar ko'tarmasdan chiqarib qo'yibdi piltalarni. O'rniga konteyner profildan qilib beryapmiz. Kimdadir shunaqa xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana bu yog'ini xudo xolasa tayyorlab bitkizib berdik. Birinchi etajini endi ikkinchi etajga naryoqda tayyor qilyapmiz.